Ha, bugun Realda yurgansanlar ya. Mana onu karillashini, qara qo'yag'ini. Elkilaskodi senikida ko'ramizmi? Meni kampirim serial ko'ryapti. Meni televizorim vijir qiladi-da. Bo'pti, yur, ashinikida ko'ramiz. Ya assalomu alaykum. Otam aytdi, o'pib keyin kirarkansizlar. Sizlarkida ko'rsang, unaqa uslub bilan qo'yvormaylar. Makkanjo'ra sizgida Elkilasko ko'raylik deb keldik-da. Kelinglar. Tamam ushlab tur. Ko'tar deb bora. O qara, o qara do. Ha, uzr. Sizgida ko'ryapmiz, ha? Ket. Ajjora bir bo'ldi. Televizor yo'q ekan deb xorlab tashlash kerak emas-ku. Bo'yda bo'lsang ham qiyin-da. Onangning gullar uchaman desam ishonmadimi butun qishloq? Men uchaman! Men sizga necha marta aytdim, Arab aka ucholmaysiz deb. O'zi uchadigan vaqtingiz ham kelib qolgan bo'lsa. Ha, jichcha shamol to'xtab qoldi-da. Qo'y yog'iga o'xshaysiz. Bitta qiz topgan mashinga sovchilikka borib kelaylik. Yur. Kelinglar. Hop, sizda bir sumbul bor ekan. O'shanga eshigi shipirgani keldik. Erkak ish qiladigan ishni qilaylik. Big'illatib qolmay indamay o'tir. Sovchilikka keldik. Kuyov bola qayerda ishlaydi? Qayerda ishlashni bilmayman-ku. Bu onang yemgirdi miyasi zo'r ishlaydi odam. Uyalma, erkak kishsan. Uy-joyi bormi? Yaqinda Xonsaroydan Ramazon tuhfasi bo'lyapti. O'shanda har bitta loyiha uchun 25% chegirma bo'lyapti. Shu uydan bittasini big'illatib qo'ygan o'g'il. Maqtashmasi xudo, kuyov bola juda farosatli. Farosati vij qilib turadi. Endi mol sotsa aybini aytib sot deyishadi. Qizim ozgina eshitmaydi. Napas olsa bo'ldi-da, to'g'ri, Arab aka. O'zingni bos. Chaqiring chiqani ko'raylikchi. Qizim choy olib kel. Qizim. Aytdim eshitmaydi deb. Bo'l, tog'a qiynalmang, o'zim chaqiraman. Ko'zqan. Bosmang. Qani. To'xtang. Bitta ko'rib olaylar. Ha, so'rintaydi ekan. Mishiga yeb ketmasa, qarang. Qarish. Nozimjon, yaxshimisan? 2 kilo kartoshka tort. Cho'qing to'y bola. Alanga ekan. Davay. Ko'rib qolmasin, tez to'yib oling. Yaxshilab fizodi qiling. Ertaga jangingiz bor, xo'pmi? Makallarga aralashmang, ular hayotni barbod qiladi. Davay, yugurasiz Kansovga. Ko'ryapsizmi, Brusli ham pechenga solyapti. Siz ham pechenga solishni o'rganishingiz kerak. 2 sekundda to'madalab qo'ysangiz bo'ladi. Kuzating. Bitta bilan turib olib qichqirmang, ha, jichcha uxlaylik. Davay, отбой. Derajdenelar qulluq olsa bitta pishib qo'ying, ha, bo'pti mana. O'rningizga pishib qo'yaman. Umrimga, baxtimga qo'yag'ida sillab olib yuravering. Qayga boring? Ha? Bo'ldi, masajga olib boraman sizni, to'y bola. Tashlamasangiz bo'lmaydi-da. Sizni raqibingiz yengil ekan. Shuning uchun sauna qabul qiling dedi. Masaj olvorasizmi? Agar mana shu bo'yda yutadigan bo'lsangiz, Xonsaroyda Muhabbat shahri loyihasidan boshlang'ich 20% to'lab, qolgan noy-moy to'lab yashayveramiz. Yangi uy olamiz Xonsaroyda. Hoppa, o'g'il bola. Masaj chaqiruvmi deylar? Kim masaj oladi? Siring bitta tayskiy masajingizdan qilib qo'ying, men tashqariga chiqib turaman, ha? Nima bo'ldi xo'razimga? Nima bo'ldi sening? O'zidan so'rang. Unaqa narsaga kelishilmagan. Endi oshirib yubordingiz, xo'roz bola.
Salaydan ikki chekimni olib chiqay, mahallani aylanib chiqay. Shu kunlarda rais bo'lmi kayfiyat sollo. O'ldi. Buyini Amerikan masjidi bilan jag'ingga solaydi. Qo'qtivording, nima bo'lyapti o'zi mahallaga? Bo'lajak turmush o'rtog'ingiz oyiga qancha daromad qilish kerak? $20,000 topishlari kerak, $18,000 menga rasxod qilishlari kerak. Oyiga $20,000. Siz Jennifer Lopez'sizda, to'g'rimi? William Shakespeare'ning qizimi, Mark Twain'ning ammasimi? Anetta dadang senlarni baqaman deb 3 million oylikqa jigari ezilib yotibdi. To'ray qol. Jonim, men ham o'zgardim, o'zgasiga ketmadim. Oprasheniya. Mahallada nima bo'lyapti? Urushmay. Barsazor, Reazor deb urushasanlar. Internetda ham shu ahvol. O'sha Barsadagi Yamal ikkita non olib kirdimi uyingga? Yo'q. Seni tanimaydi hamda. Mbappe 2 kilo go'sht olib kirdimi bolalaringizga yediring deb? Yo'q. 5-2 yo'qol. Fiskal Barsa, fiskal Kataloniya. Aslijon. Nima o'g'lingizni uylantirmayapsiz? 35 ga kirdi. Tishlikmi? O'zidan so'ray. Nima Agueroga o'sha karlab qo'yadingmi? Doktor Puturga bordingmi? Uyalaman de rais bu. Uyalasa, ertaga polni uyalib yurishingga to'g'ri keladi. Yuringlar bu yoqqa. Ko'ryapsanmi, atalar O'zbekistondagi nomer 1 urolog. Farzand ko'ra olmayotgan erkaklarni operatsiya qilib, farzand ko'rishiga sababchi bo'layotgan urologlardan bittasi shu bo'ladi. Urologiya bo'yicha nima muammo bo'ladigan bo'lsa, mana shu odamlarga murojaat qilinaveradi. Doktor mo'balani bitta ko'rib qo'ying, Fitpillonga kirgan, hali ham uylanmagan. Aka o'g'liz tekshiruvlardan o'tdi. Hamma yo'g'i soppa sog'lom. Qo'yag'imga uylanmayapsan bo'lmasa. Soling qo'shni. Soling. Bizni ovora qildimi? Endi mana aqib yuradigan qilib soling.